Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bu iSolo kanali. Bugun sizlar bilan o'ynaymiz. Burger Simulator degan o'yinchamiz bor edi. Anchadan beri chiqmay qo'ydi. Shuning uchun bu o'ynashga harakat qildim akalar. Mayli, ko'p gapirmayman-da, bugungi o'yinchamni boshlayman. Tak akalar, Burger Simulator ekan o'yinchamiz. Burger Simulatorda biz qayerga kelganimiz esimda yo'q. Menimcha yangi kun boshlashimiz kerak ekan. Boshlashimizdan oldin narsalarimiz hech narsamiz yo'q ekan. Sotib olamiz. Tak, bundan 5 sotib olaman. Pomidordan 5 ta, sirdan 5 ta, kotletchadan kerak emas hozircha. Men undan 5 sotib olaman. Keyin men undan 5 ta sotaman. Sotib olaman ya'ni. Tak, 82,000 so'm bo'lyapti. Tak, shuni sotib olaman. Okey. Uzrasizlar, videoni surib qilaman, bo'lmasam bo'lmaydi. Tezroq kelsin, biz tezroq kelgani yaxshi. Tayyorlab qo'yaylik hammasini. Okey, mana narsalarga hammasini tayyorlab qo'yib qo'yamiz. Keyingi kunga tayyorgarlik akalar. Mana narsalar hali emasmi? Bular tayyor ekan o'zi. Chipslar, chips. Kartoshka free degani. Mana bular ham tayyor bo'ldi. Bitta olib ketishni olsam bo'lmaydimi? Okey, bitta olib ketdi, o'shani olib qo'yamiz. Okey. Bizda nima kam? Pomidor bilan sir kam ekan. Pomidor sirni qo'yib qo'yamiz. Keyin o'zimiz xohlaguncha ularni joylashtiramiz. Okey, bu nechta bo'ldi? 30 dan 26 ta bo'ldi. Zarar yo'q, hozircha anaqa emas, yana solaveramiz. Tak, biz pomidorimiz qani? Pomidor solib qo'y. Bu pomidor emas-ku. Bu ham kam ekanmiz. Okey, buni qo'yib qo'yamiz. Anamiz qani pomidorimiz? Mana ustidagi. Yo'q. Pomidor rasmi turibdi-ku pastda, voy. Kechirasizlar akalar, sal charchaganman-da. Bahonani qayna charchaganman deb qutulib ketaman-da bahona qilib. Tak, pomidor, mana pomidor. Okey, bizniki anaqalarimizni qo'yar ekanmiz, kartoshka frilarimizni ham. Mana frimiz. Bu frimiz kam ekanda, bittaga yetarmi qo'yda? Bo'ldi. Xo'p. Hammasini qilaylik. Yana bitta qilib qo'yasizlar bo'ldi. Keyin qilaveramiz bu narsalarni. Tak. Yangi kunga tayyorgarlikda akalar. Tak, pishirib qo'yaylik bularni. Okey, pishirib qo'yamiz. Keyin bular o'tdi, hali emas. Keyin nima? Mana narsalarni ko'raylikchi. Pulimiz bor hali. Mana narsa kengaytirar ekanmiz. Yo'q, hali kengaytirmaymiz. Bu ham kerak emas menga. Bank free narsalarimiz bor ekan. Yo'q, kerak emas. Okey, yangi kun boshlaymiz akalar. Biz plus minuslarimiz qancha? 400 plus bo'lsa, voy, minusimiz ko'p. Bugun ko'proq minus qilibmiz akalar. Necha? Hech narsa qilmaydi. Hozir pluslarni ko'paytiramiz. Qani kelinglar, kelib qolinglar, olib qolinglar, issiq kola, salqin pirojki. Qani keling Qorboy aka. Tak, sizga 7,60 ekan sizga, okey. Sizga opajonim. Sizga 7,60 ekan sizga ham, okey. Senki jigarim, senki opajonim. Bu opamiz lekin qoyil, bu opamizga qoyil. Tak, 2,10 ekan, okey. Okey, hammasini sotib oldik. Endi esa terishni boshlaymiz. Voy, to'xta. Hammasi joyida. Mana ikkalasi, bu ikkalasi ekan yana, bu ikkalasi. Keyin mana to'plami. Okey, bular sotib olamiz. Hali yana bor ekan. Okey. Yangi retsept. Onasinsin. Yo'lga ketib qopman akalar. Yangi anaqamiz bor ekan bizda. Bunaqani ko'rmagandim lekin. Okey, levelimiz 24 bo'ldi. Tak, yangi retsept narsamiz paydo bo'libdi. Okey. Menga yoqdi lekin. Keyin bu. Okey, sotib olaylik shularni. Narsalarimiz qolmadi. Qolmagan sabab ularni dimdimini qolamiz. Keyin ularni ham ishni qilib olamiz, sotib olamiz. Bu emas. Mana bu. Sotib olaylik. Tak, endi bizga nima kerak? Qaytaman. Bizga mana narsa kerak. Ya'ni burger.
Okey, burgerlarimizni tayyor qilib qo'yib sotib yuboramiz. Nima qilyapti bu? Keyin yana nimalarimiz bor? Burgerlarimiz bor ekan hali. Tomato. Okey, bularni ham sotib oldik. To'xtanglar, biz mana stollarga yig'ishtirib olaylik. Nimaga bu bunaqa qotib qilyapti? Nimaga frida tashib ketyapti bular? Oxirgacha yemasdan. Yoqmadimi ekan? Yoqmasalar aytinglar. Menga hozir anaqa kerak. Zero tayyorlab berib yuboray bularga. Okey. Yana nimalarimizni hammasini olib kelib qo'yaveray, yana borib o'tiramanmi onasi emsa. Buni bu yoqqa qo'yamiz. 30 taga 30 ta bo'ldi. Okey, yaxshi. Bizda yana nima bor? Tomatoni ham qo'yib olaylik. 30 ta bo'ldi. Qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Bizda keyin nima? Mana narsa yo'q. Cheesedan men 2 ta zakaz qilganman. 5 ta zakaz qilmadimmi cheesedan? Cheese yetarli. Hozir cheesedan muammo yo'q bizda. Mana undan ham muammo hozircha yo'q. Bizga nima kerak? Mana qanaqa kerak? Bu qaram qoldi-ku. Qolmadi bashti bu. Okey, bu to'ldirib qo'yamiz bularni. Kutib turasizlarmi? Men tezroq aniq qilib olay. Kutib turinglar, endi bundan bo'lmasin. Men bir o'zim ishlayapman, hech kim yo'q. Shuning uchun mas'uliyatni his qilib qo'yinglar, mana shu ketib qolmanglar. Erki emaslar ketib qolsalaring. Buni pishiraylik tezroq. Pish. Olma pish, og'zimga tush deganday gapdir. Okey. Bular tayyor bo'ldi. Endi men bularga zakazlarni berib olsam, keyin yana yangi zakaz olamiz. Okey. Hozir mana shu narsalarni sotyapmiz. Endi mana narsalar olamiz. Anaqa buni 51. Okey. Menimcha bizga boshqa odam kelmasa kerak-a? Soat 9 o'tdi. Kelmaydi boshqa odam. To'xta, yo'q, kerak emas. Bunga 13.045 ekan. Okey, 45 qanday qilsa bo'ladimi? 42 ekan. Kalasi oyog'im. 13.042. Tamam. 42. Okey. Opajonim, sizga 7.20 ekan. Yaxshi pullarimiz normalniy bo'lyapti. Bunga 13.92 yo'qmi? 95 olib ketib qoldi. Yo'q, 92. Okey. Qani opa, aka. Siz keyincha 9.32 ekan. Okey, 32. Ruli bo'ldi menimcha. Boshqa qanaqalar bo'lmadi. Endi bularga zakaz beradigan bo'lsaylik, mana tayyor bo'libdi o'sha, mana berib olsaylik bo'ladi. Endi tayyorlaymiz. Hamma endi molni yangi retseptdan olyapti. Okey. Mana ikkalasini berib olamiz. Bu tayyor bo'libdi. Endi mana narsalar tayyorlash kerak. Okey, bu tayyor bo'ladi. Bungacha mana tayyorlab qo'yamiz keyin. Ana, tayyor bo'ldi. Ana, zakazga olib ketinglar. Bizda levelimiz 26 bo'ldi. Bulardan qo'yamiz. Mana narsani olmayapti-ya buni. Mana sizlar video ko'rish kerak-da. Okey, yashab yuraman sizlar orqalaringdan, yuzim yopilib qolganga ahamiyat bermanglar akalar. Chunki men web kamerada o'ynamayapman. Bular bo'ldi. Yana zakaz qo'yaylik, mana narsani qo'yamiz. Pastga qo'y, pastga. Bizning pulimiz yaxshi, cho'tki bo'ldi. Bundan 5 ta, bundan yana 5 ta, bundan ham 5 ta, bundan ham 5 ta. 6 ta ketaversin, mayli, 6 ta ketaversin. 6 ta 124 ming bo'ldi mana shuni o'zi.
Bizga mana kerak emas. Caching, bu narsalar ham kerak emas. Mana kengaytiraymikan, yo'qmi ekan, a? Agar kengaytirsam, odam ko'payadi. Kengaytirdim. Nima bo'lsa bo'ldi. Okey, bularni ham zakaz qildim. Yesin. Keladi-yu. Taymonlarni joylashtirib qo'yamiz ungacha. Kelguncha hali 1 minutdan keyin kelar ekan, ungacha mana narsalar joylashtirib, hamma yoqni chotga qo'yamiz ertangi kunga. Bu ham full. Biz tirik turamiz, katta bo'ldi-ku. Vau. Bu yoqqa narsa qo'ysak bo'ladi endi. Okey, yaxshi. Lekin buncha katta emas-yu, lekin bo'ladi, mayli. Bu narsa qachon ochilar ekan? Vau! Серьезно? Bu yoq ochilibdi. Bu nima ekan? Bu yerda nima qiladi? Bu yoqqa ishchi qo'yamizmi? Manchi ishchilar joyi. Mana reklama. Ha, bitta nima lekin ishlarimiz dam olsa kerak bitta menimcha. Bilmayman, ishchi hozircha olmayapman-ku. Pulimiz kamligidan. Anaqamiz keldi, zakazimiz. Okey, mayli, kelaversin. Voy! Bular qachon qo'yib bo'laman? Mayli. Burgerlarimiz keldi. Qoyillik akalar, mana bu biznes deydi-ku, biznesimiz rivojlanyapti, chetga rivojlanyapti biznesimiz. Men bundan maxliman. Keyin yana nimalarimiz bor? Ularni qo'yamiz. Hozircha bular joylashtirmay turaman. Bunlarni chekka olib qo'yish kerak ekanda, oyog'im tagida o'rlashyapti. Kiyimimizga nima? Bunlarni ham qo'yib tashaveraylik. Cheesimiz ham normal hozircha bizda cheese. Nima degan o'zi? Stay only. Faqat anaqa ishchilar uchun. Mana bu nima? Bu ham shu narsa ekan. Lekin bular ko'rib qornim ochib ketdi meni. Mayli. Qatgan bo'lib qolyapti bu uncha. Buruli ham bo'ladi. Bizga cheese kerak bitta. Cheese ham joylashtirib qo'yamiz. Tashqarida turursa kerak, hech kim olib ketib qolmasa kerak. Yana nima? Mo'g'larni pishirib joylashtiramiz. Mo'g'lar ham, mo'g'larni joylashtirmayapman-ku. Mo'g'larni joylashtirib qo'yay. Yo'q, kerak emas sizga hozir sen. Men pulim ketqazishni xohlamayman. Unaqa yig'aman hozircha. Nima deydi? Tepadagi chapoqchani yig'aman, keyin yiqqanimdan keyin arzonga olib olaman bitta ishchi. Просто musa tashlayapti-ku, musa to'g'rimi? Shunisini topib qolganda. O'zi avtomatik tashlab yuborsa zo'r bo'lardi. Pishdi. Okey, bularni ham joylashtirdim. Endi mo'g'larni yig'ib qo'yishim kerak. Soqqusiyan kun boshlab yuborardim. Sal qoldi bosib yuborishim kerak. Okey, Bo'la joyda bularni ham joylab qo'ydim. Tagmamonni ko'rmoqchi edim. Yangi narsa ochildi-ku bizga. Mana bunaqa. Nima ekan bu 120 ekan. Ozgina pul to'playlik, keyin anaqada ochib yuboramiz. Yangi kunni boshlaymiz. Biznes ko'p qildim lekin, bilaman. Yo'q, plyus qilibmiz, 89 plyus qilibmiz bu safar. Okey. Yana anaqadan ko'proq berdi bizga. Nima? Anaqadan sana ochilibdi-ku. Buni hali ochmay turay. O'z anaqalarimiz ko'payapti. Qani keylar, olib qo'yinglar jigarlarim. Sizlar uchun hammasi. Bu yoqqa ketaveryapti, onasiz bekor yoqqa. Hammasi yoqqa yig'ib turgan yaxshi edi. Opajon sizga 5.70 ekan. Okey.
ikkita Fatima Zuhralar. Bunga 5,70 ekan bunga ham. Okey. Thank you jigarim. Jigarda ko'rgan qopmanda, uzrasizlar, lekin bilaman aslan tegadi jigarda ishim. Naqlaymen yuzlaring zebo. Aybim ne deb so'ramaslar. Tak, buniki 30. Mijozlar ketib uzilmayapti, akalar. Anaqamiz yaxshi ketyapti lekin. Nima deydi? Biznesimiz yaxshi ketyapti, akalar. Rostdan zo'r ketyapti. Mana o'sha pullarim chotki yig'ilyapti. Tak, bunga 2,89 ekan. 89. Okey. Bo'ldi. Tak, endi mana narsalarni yig'ib olamiz. To'xtab turasizlar. Xato. Nimaga xato deyapti? Onasi misan farqi yo'q, xato bo'lsa ham menga. Tak, bular joylar berib yuboraylik. Yana Ashtaqa biznes ochib olaymi ekan o'zimga? Bitta bu biznes zo'r ketyapti-ku. Tak, mana narsalardan bularni ham joylashtirib qo'yamiz. Mana ikkitasi tayyor bo'ldi. Levelimiz 27 bo'ldi. Yaxshi, akalar. Bu degani biz zo'r ketyapmiz degani. Mana narsalarning ikkitasini joylashtirib o'raylik. Okey. Tak, endi narsalarimizni qo'yib olaylik endi. Ma'lumotlarni qo'y. Tomato full. Tak, yana nima bor bizga? Cheese, mana narsalarimiz bor. Anaqa kerak hozircha bizga yana. Nima deydi mana unaqa? Noni kerak bizga. Noni ko'p ketyapti lekin. Tak, anaqalar olaylik. Tak, sizga 3,30 ekan. Bunga 5,30 ekan. Okey. To'xta. Mana narsalar yaxshimapman-ku. Yaxshirib ketaylik. Okey, mana yaxshirib ketaveramiz. O'tirmaydi-da, bo'lmasa anaqa deydi. Bu yaxshi joy emas ekan deb, nima deydi, dislike qo'yib qo'yadi. Eng kam odam keladi. Tak, bunga 1,12 ekan. Tak, 12. Okey, opajonim siz. Bunga 5,60 ekan. Cho'ta bugun pul kam yig'ildi. Bunga 8,86 yo'q, 86. Okey. Qani siz keling, opajonim. Tak, 5,60 bunga. Tak, bunga 7,85. Okey. Hammasi bo'ldi. Endi tayyorlab beramiz. Bularga ma'lumotlardan bahramand bo'ling. Biz anaqalarimizdan deydi-ku. Okey, davay, oling. Levelimiz 28 bo'ldi. Qoyil. Anaqamiz yana kattasak bo'ladi territoriyamizni. Tilim kelishmay qolyapti. Onasi misin tilim tishlab oldim. Nima bo'ldi? Okey, tak, endi mana narsalarni tayyorlab qo'yamiz bularga. Keyin mana narsalar ham qolmabdi. Okey, qani sotamiz hammasini. Ana. Bo'ldi. Qo'y. Hoppa. Yana odam kelibdi-ku. Hali odam ko'p kelgan ekan-ku. Tak, 4 bunga 52 ekan. Okey, sizga bratanim 5,85 ekan. Okey. O'tinglar harna mana pulim. Mayta harna pul beryapti-da bizga. Okey, yaxshi. Ulgurdim zatto. Bekzod ulguroq. Saloq g'alati ishlar ekan. Okey, qani qora akalarimiz. Yaxshi, pulimiz ko'paydi qandaydir. Tak, bunga 85. Okey. Hammasi tayyor bo'ldi. Tak, endi bular tayyorlab bersanglar bo'ldi.
Okey, yop. Sizlar mazza qilinglar. Sizlar mazza qilishlaring uchun hammasi. Tezlasak bo'ladi endi. Tak, bular vроде bo'ldi. Tomatoni ham joylashtiramiz. Tomato kam ketyapti qandaydir. Bular ham bo'ldi. Bular ham bo'ldi. Keyin narsalarimizni joylashtiramiz aytgancha bo'ladi. Kir. Okey. Qo'y, nima qilyapti bu? Mani masamga o'ynaydi bu. Men asabiy emasman. Yaxshi odamman. Spokойный bo'lar-ku, o'shanaqa qilaman. Ishonaveringlar menga, ishonaveringlar. Sizlar bilmadimi, menga simulator o'yinchalar yoqadi akalar. Chunki simulator o'yincha qanaydir mazza. Rosa mazza. No, lekin horrorga yetmaydi, to'g'ri. Horrorga yetmaydi. Men kechagi horror qanday chiqdi akalar? O'sha haqida bir fikrlarni yozib qoldiringlar menga. Kommentarga yozib qoldiringlar. O'shanga o'xshagan o'sha o'yinni birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlari bor ekan. O'shani yana o'ynab chiqarishga harakat qilaman akalar. Harakat qilmayman, aniq chiqaraman. Sizlardan faqat akalar ko'p narsa so'ramayman. Shu aktiv ko'ta tursalar ham bo'ldi menga. Muhimi aktiv menga birinchi o'rinda aktiv. Bo'lmasam bo'lmaydi akalar. Aytdim. Ikkita ishchimiz bor deyapti. Bilmadim, короче, mo'lab pishirib o'raylik. Bu ham yetadi, vроде yetadi. Yetib qolar, xudo xolasa yetadi akalar. Bu ham o'zi ko'p ekan-ku. Tak, biz nima qilsak bo'ladi? Yangi narsa ochilganda mana shuni olamiz. Skladga narsa olsak bo'ladi. To'xtanglar. Mana narsa katta tursa bo'ladi. To'xtanglar, hali katta turmaymiz. Mana buni shunday zakasib qo'yamiz. Mana keldi. Qani manami? Yo'q, emas. Qani keldi u? Mana ekan. Aytga joylashtiramiz. Bu nima? Voy! Bu yana ochildimi desam, yo'q, maytga ochilibdi bu. Endi bu safar maytdan keladi endi. Bu yerdan ham kelar ekan endi, yaxshi. Tak, pulimiz hozircha kamroq, ko'p aniq qilmaymiz. Yo'q, to'xtanglar. Sklad. Bu narsani zakaz qo'yaman. Qani kesinchi. Mana okey, keldi bu yoqqa. Buni qayerga qo'yamiz endi? Mana sklad qilib qo'ysak bo'ladi bu yoqqa. Bo'l. Tagiga kirib ketdi bitta naqam. Voy, yaxshi. Yaxshi akalar. Chotki bo'ldi mana shu narsa lekin. Yo'q, hali emas. Bu narsalar joylashtirib qo'yaveramiz endi. Yo, hozir mana shu borlarni joylashtirib qo'yay, chunki bu yerda kamroq narsalar. Yani nima bor? Tagiga kirib ketib qoldi to'pol ekan. Tak, pulimiz 187 ming qoldi. Bu loy degani. Minus ko'proq qilib qo'ydik, to'g'ri. Tak akalar, o'zimizdan videoni sharh to'xtatamiz akalar. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar akalar. Tak, shunga o'xshagan simulator o'yinchalar bo'lsa akalar, обязательно kommentarga yozib, shu o'yinni o'ynayman deb aytib ketinglar akalar. Tak akalar, o'zim keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.